Ukalar, ayol kishiga do'q qilib, ayol kishiga qattiq muomala qilishlik ulug'likning belgisi emas. Aksincha bu, uni teskarisini belgisi. Ko'chalarga qilib ko'ring, bunaqa qilishingizni kimsan sen menga deydi. Endi uyingizda qilasiz, chunki ko'taradi-da, u zdachi bera olmaydi-da. Zaifada, qo'lingizdagi omonatda javob bera olmaydi-da. Shuning uchun agar uyingizdagilarga qilayotgan muomalangiz lutf bilan, yumshoqlik bilan, muloyimlik bilan bo'layotgan bo'lsa, siz oliyjanob odam ekansiz. Rasululloh shuni aytibdilar. Faqat karim inson ayollarga ikrom ko'rsata oladi. Istasu bin nisa'i khayron. Rasululloh aytdilar, ayollarga yaxshi muomala qilinglar. Fa innal mar'ata khuliqat min dhil'in. Chunki ayollar qovurg'adan yaralgan. Qovurg'aning eng qiyshiq qismi uni yuqori tarafi. Agar tuzataman desang sindirib olasan, agar tek qo'ysang qiyshig'i ichida turaveradi. Ayollarga yaxshi muomala qilinglar, deyapti Rasululloh sollallohu alayhi vasallam.